Mana ko'chatimiz ham chiqarib oldik. Ko'chatimiz ham mana shunaqa qolib-qolibda chiqadi. Mana shuni eksalaring bexato ketadi. Mana shu umuman amal to'xtamaydi. Ko'chatni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham shoxli, chiroyli ko'chatlar mana. Shoxdor sifatga ishlangan bunga. Shox qancha shoxligini ko'rishingiz mumkin. Uni kim bo'yi boshqaga qiziqadi, lekin tushungan odam mana shunaqa shoxli ko'chat oladi. Nima desanglar, tega bo'y bo'lgani bilan ikkita, to'rtta meva solsa egilib sinib ketadi u shox. Bu shoxlar mana pishgan kaltaklar, hammasi mana to'g'rilagan pishgan kaltaklar. Bu shoxlar mana mevaga tayyor bu shoxlarimiz. Xudo xolasa meva soladigan joyga kelgan. Mana bu ko'chatlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. O'zi shanalashdan ham boshlagan mana gullar. Mana gullarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda ham juda ham chiroyli shoxli ko'chatlarimiz hammasi mana yam-yashil holatda turibdi. Mana opamizga ajratganmiz. Hammasi tagi qolib qoladida. Juda ham chiroyli ko'chatlar. Mana olib ham ko'rsatishim mumkin mana. Qanaqa shoxli, qanaqa chiroyli ko'chatligini ko'rishingiz mumkin. Keyin mana ko'chatlarimiz xudo xolasa serob, ko'p bizda juda ham. Bu oddiy uyimizdagi parning. Bog'imizda yana ham ko'chatlarimiz ko'p. Yam-yashil chiroyli holatda turibdi. Kimga mana shunaqa limon ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Bu mana 2 yoshli ko'chatlarimiz o'zi mana mevaga kirdi. Yildan yilga xudo xolasa hosili ko'payib, yildan yilga meva qo'shadi bular. Juda ham ko'mkik mana yam-yashil mevaga tayyor holatda turibdi. Men kim olib ketib ekadi, tez-tez meva solaman degan holatdagi ko'chatlar. 2 yoshli. Kimga ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin mana. Hammasi juda ham chiroyli. Bema'ni ko'chat yo'q ichida. Mana bu katta ko'chatimiz. Mana shuni videosini chiqarganman men sizlarga. Oldingi videolarni ko'rmaganlar bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Mana shu ko'chatimiz 10 yillik ko'chat, 2-3 kilo meva kirgan. Sekin-sekin mana o'zini tiklab oldi bu ko'chatimiz. Mana shoxlari yerga tegib yotuvdi. Mana shu shoxlar yerga tegib qoluvdi meva solganda ko'tara olmasdan. Endi mana sekin-sekin o'zini tiklab oldi mana. Tirab qo'yganmiz mana shu egilib ketganda, ko'p meva solganda. Shuning uchun akalar uspet qilib qolinglar, bunaqa ishonchli shoxli ko'chatlar kamdan kam. Juda ham ko'pchilikda ko'chat ko'p, lekin sifatiga, sortiga hech kim garantiya bermaydi. Biz masalan bizdan ko'chat olgan odamlarga maslahatimizni berib boramiz o'zimiz. Qanaqa dori sepiladi, qaysi holatda nima solinadi, qanday suv qo'yiladi, arishasini qancha olinadi, hammasini maslahatini o'zimiz berib boramiz bizdan ko'chat olgan odamlarga. Ko'pchilikda ko'chati mana bo'yi bo'lishi mumkin. Bo'yi qancha deydi? Bo'yi bo'lgani bilan sifat ham bo'lishi kerak. Ertaga 4 ta meva solgandan keyin egilib sinib ketadigan ko'chat kerak emas. Bunaqa shoxli ko'chatlardan kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Videomiz tamom. Manzilimizni aytib o'taman. Namangan Norin tumani. Damimiz biz. Keyin telefon nomerlarini pastda qo'ygizamiz. Bemalol telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Xudo xolasa ishonchli, chiroyli ko'chatlar.